olimlarni, qorilarni qatl qiladigan bo'lsa, ularni qayerdan topamiz? Ularni qandoq ajrata olamiz? Ketyapti, so'rab, "Sen qorimisan?" desa, u yo'q deydi. "Sen olimmisan?" desa, u ha deydi yoki yo'q deydi. Bizga shunaqangi bir alomat aytingki, tashqi ko'rinishdan bir belgi aytingki, o'shaning qori ekanligini bilaylik. O'shaning olim ekanligini bilaylik deydi askarlar. Qori bilan olimning sifati birinchisi boshida do'ppisi bo'ladi, ikkinchisi soqoli bo'ladi, uchinchisi shimi to'pig'idan tepada turadi. Ko'cha-kuyda mana shu sifatlarda uchalasi topilgan odamni ushlab o'sha yerni o'zida o'ldirishaveradi. O'sha yerni o'zida dorga osaverishadi. 14 kunning ichida 4 million inson qatl qilinadi. 14 kunning ichida 4 million inson qatl qildi deb hisobot kelganda darhol to'xtatinglar deydi. U darajada ko'p odam qatl bo'lib ketishini inglizlarni o'sha gubernatori ham, inglizlarni o'sha rahbari ham o'ylamagandi. Shu darajada ko'p odam qatl bo'ladi. Hind ulamolar jamiyatining bosh kotibi Mahmud Madaniy aytishadiki, 14 kunda 2 haftaning ichida 4 million atrofidagi musulmon qatl qilinadi. Ularning aksari olim, qori, solih insonlardir deydi.